Mani birinchi любовim Shrek bo'lgan. Bilmayman nimaga, lekin ana shu multikdagi eng xunuk odam men uchun eng chiroylisi bo'lgan. Kinolardan Joker eslaringizga bormi? Qanaqa strashni bo'lgan. Men o'shani sevganman, muncha bu chiroyli deganman. Shrekni даже Fionadan rashk qilganman. Kichkinaligimda faqat ana shunaqa yomon maxluqlar bo'ladimi yoki xunuk maxluqlar bo'ladimi, o'sha men uchun nimagadir chiroyli bo'lgan. Keyin ancha vaqtdan keyin Avatar chiqdi kinosi. Kinoni ta'sirchanligidan emas, buncha bular chiroyli deb yig'lab ko'rganman. O'zi bu gaplarimdan keyin tochdan menga hamma psixolog yozishni boshlaydi, siz bilan ishlash kerak deb. Даже meni mushugim men uchun eng chiroylisi edi. Agar sizlar tanisalaringizlar, agar hozir yo'qolgan mushugim, ko'zlari kasoy edi. Ana bunay edi. Ko'm-ko'k kasoy. Har ko'rganimga ibi buncha bu chiroyli deb 5 yil faqat chiroyiga mahv bo'lganman. Shunday qilib birinchisini ham ko'rganimdan keyin ikkinchisini kutganman Avatarni. Ikkinchisini yig'lab ko'rganman. Muncha bular chiroyli, avvalgidan ham chiroyli bo'libdi-ku deb. Endi bugun 3-qismi chiqar ekan. Yana borib ko'rmoqchiman, lekin men kinoni bir o'zim borib ko'rishni yaxshi ko'raman. Sizlarni bilmayman, lekin men o'ylashdan charchaydigan, zerikadigan bo'lib qolibman. O'sha charchashni, zerikishni yo'qotish uchun kinoteatrga borib bir o'zim kino ko'rib kelaman. O'zimcha planlar ham qilganman. Avatar kelganiga ko'm-ko'k kiyim olaman, ko'm-ko'k makiyaj qilaman, har xil quloqchalardan qilaman deb. Kinoga chiqishiga 2 kun qolgan vaqtiga menga qarab, "Bonajon" dedim, "Nima qilasan, rasxod qilib, undan ko'ra boshqa narsa ol" dedim-u, hech narsa olganim yo'q. Kichkinaligimdan orzu qilganman ana shunaqa odamlardan bo'lib qolishni, Avatarni yoki Shrekni hayotiga tushib qolishni yoki bo'lmasa ana shunaqa fantastik hayotlarga tushib qolishni. Короче, ana bunday issiqqina kiyindim. Keyin ana bu nanamdan topdim, короче, Avatarga mos deb, lekin вообще ko'cha sovuq, o'sha uchun aytdim, "Yo'q, Avatarni hozir qish tanilmaydi baribir, o'sha uchun ana shunday ketaman" dedim. Zato issiqqina ketdim.